SPID kasalligini yuqtirib olish uchun faqatgina jinsiy aloqa orqali yuqtirib olishi deb o'ylash juda ham noto'g'ri. Salonga borganda, kosmetologga borganda ham yuqtirib olishi mumkin, chunki dezinfeksiya jarayoniga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Bu eng so'nggi rusumdagi sterilizatsiya uchun mo'ljallangan avtoklav uskunasi hisoblanadi. Bu avtoklav yuqori atmosfera, bosim va harorat ta'sirida barcha asbob uskunalarni, mikroorganizmlarni yo'q qiladi va kosmetologik asboblarni butunlay zararsizlantiradi. Avtoklav uskunasi to'liq o'chgandan keyin bizga shu uslubda отчетni chiqarib beradi. Bu avtoklavdagi barcha uskunalar to'liq sterilizatsiyadan o'tganligi haqida ma'lumot yozilgan bo'ladi. Eng avvalo bizning xodimlarimiz maxsus sterilizatsiya uchun mo'ljallangan ekstraden suyuqligi yordamida asbob uskunalarni 2 bosqichda ivitiladi. Dezinfeksiyalovchi vosita ekstraden bu eng oxirgi chiqqan dezinfeksiya qilish uchun sterilizatsiyadan oldin tozalanadi. Asbob uskunalarimiz ekstraden suyuqligida 2 bosqichda ivitildi. Ivitilganidan keyin endi biz maxsus kraft paketlarga bu asbob uskunalarni solamiz va avtoklavga joylaymiz. Asbob uskunalarimizni kraft paketga solishimizdan maqsad kraft paketlarimizda maxsus indikator bo'lib, aynan u avtoklavdan chiqqanidan keyin rangini o'zgartiradi. Bu aynan mana shu asbob uskunalar sterilizatsiyani to'liq o'tab bo'lganligini tasdiqlab beradi. Bu maxsus avtoklav uchun chiqarilgan distillangan suv hisoblanadi. Avtoklavga oddiy suv solish mumkin emas.